Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston. Narsa bunda bek интересный bir kelib chiqdi hali. Boshqirdiston uchun, Tatariston uchun endi понятно endi. Boshqirdiston uchun kurashuvchilar по сути yo'qda ekan. Кроме Ruslan Gabbasov и mana men narsalarda so'ylab o'tiraman endi. Narsadir sizga donосить ettiram. Boshqa kishilar yo'q. Qo'ya. Boshqirdiston uchun turib bera turgan malay kishilar, yigit kishilar, mujiklar. Qo'ya. Kim будет, как говорится, предводителем Boshqirdistona? O'yladingizmi shuni?